There's really only one reason for having a meeting like this, and it's to keep that man talking until the Rozzers arrive with a stout pair of handcuffs. Because there is no legitimate reason to allow this man, Erkin Tuniyaz, into our country. Only meetings with him should be in a courtroom. Xitoy hukumatining Uyg'urlar qartayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatida bevosita rol o'ynaganlik uchun Amerika hukumati tomonidan jazo tadbiri qo'yilgan Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat raisi Erkin Tuniyazning Angliyaga ziyoratga kelganligi zo'r inkos qo'zg'adi. Advokatlar bo'lsa uni sudga tortish uchun bosh taftishga talablarini avatgan. Angliya muhofizachi gazetining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministrligi 8 fevral chorshanba kuni Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining raisi Erkin Tuniyaz boshchiligidagi Xitoy hay'atining Angliyaga kelib, yuqori darajali hukumat amaldorlari bilan ko'rishadiganligini e'lon qilgan. Bu xabar Angliyadagi bir qism parlament a'zolarini ham shundaqla lager shohidlarini qattiq norozi qilgan. Can I congratulate my right honourable friend on securing this UQ, because I'm afraid, Minister, this just simply is not good enough. In Xinjiang, women are being forcibly sterilised, children are in concentration camps, there are forced labour camps and systemic rape. Yet you have just confirmed, apologies, the Minister has just confirmed from the dispatch box that Ministers approved of this visit to one of the masterminds of this genocide. The approach of Her Majesty's government in relation to sanctions for people like this is that it allows us to deliver robust messages. Angliyada turadigan va ilgari Uyg'ur sud kollegiyasida guvohlik bergan Qozoq lager shohidlaridan Erbaqit O'tarbayning advokati Michael Polak bo'lsa, irqiy qirg'inchilikda rol olgan Erkin Tuniyazni sudga tortish uchun Angliya bosh taftishiga rasmiy talab etgan. Polak bunday degan: ziyonkashlik uchirg'uvchi bo'lgan Erbaqit O'tarbay hozir Angliyada bo'lganligi uchun u Erkin Tuniyazni sudga berishga huquqli. Albatta, Erkin Tuniyazmi Angliyada adil sotlanish va ayblashni rad qilish huquqiga ega. Erkin Tuniyazning 12 fevral yakshanba kuni Angliyaga yetib kelganligi mo'ljallanmoqda. Xitoy masalalari bo'yicha xalqaro parlamentlararo hamkorligidagi parlament a'zolari ham shundaqla Uyg'ur faoliyatchilari bo'lsa, bundaq bir shaxsni Angliya hukumat amaldorlarining kutib olishi va uning bilan suhbatlashishi ortiqcha va qabul qilgani bo'lmaydigan bir ish degan. Shundaqla hukumatni bu bema'ni qarori uchun Uyg'urlardan kechirim so'rashga chaqirgan. Millions of children kidnapped from their parents and put into concentration camps so they can be assimilated and their culture committed to genocide. This is wrong. I'm sorry, but the government has to get a grip on China issues. We let Chinese officials flee this country, having given them a week's notice, and now we're inviting them into the halls of Westminster. It isn't good enough. We have to get a grip. Angliya tashqi ishlar ministrligi bo'lsa bu haqda e'lon qilgan bayonotida masalalarni hal qilish uchun cho'qim aloqani saqlab qolishning zarurligini ta'kidlagan va biz bu fursatdan foydalanib Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga qilayotgan muomalasini o'zgartirish kerakligini, Angliya va dunyoning Uyg'ur elida yo'lga qo'yilayotgan siyosatlarni kuzatib turayotganligimizni bevosita oldi o'tirg'a qo'yamiz degan. Angliya parlamenti 2021-yili Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ziyonkashligini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan.